Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun EasyExact'dan yaxshi yangiliklar bor va bugun alohida bitta Exact'da ko'pchiliklarning savollariga javob bo'ladigan videomizni qo'yyapmiz. Xo'p, birinchi asosiy yangiliklarimizdan birinchisi bu 108 taga yetdik. Подписчикlarimiz do'st emasin. Prosmotrlarimiz ham уже 700 tadan oshgan videolarimiz ham bo'ldi. Bundan juda ham xursandmiz va yana yangi videolarni chiqarib boramiz xudo xolisa. Bundan tashqari yopiq Exact kanalimizda 30 dan ziyod videolarni qo'yib bordik. Bundan keyin ham yana qo'shib boramiz informatsiyalarni. Agar yopiq kanalimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yoki shu videoning tagida silka qoldiraman Telegram akkauntga bemalol Telegramdan yozib qo'shimcha ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana hozircha 7 ta odam qo'shilgan. Bu o'sha kursimizda qatnashayotganlar. Bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. Yarim soatlik, 1 soatlik, 40 minutlik videolar bor. Exact'da o'sha Smile Design, Canva, Batman Bintavo, virtualniy bu juda ham ko'p valiklar, reduksiyalar, polniy anatomiyalar, hamma informatsiyalar bor. Yana yangi qo'shimcha informatsiyalar hammasi joylashtirilib boriladi bu yerda. Bemalol aloqalashib foydalansanglar bo'ladi. Bu alohida bitta mavzuimiz hisoblanadi. Keyin YouTube'ga keladigan bo'lsak, analitikamizni tekshirib ko'rsak, bizada auditoriyamiz ko'proq podpiskasiz ko'rishayotgan ekan. Ko'ryapsizlar, 73%. Iltimos qilib qolardik shu ko'paytirib qolishinglarni, ya'ni podpiska qilib qo'yishinglarni, chunki sizlarning podpiskalar, laykalarga qarab turib bizani YouTube yana ham ko'proq O'zbekistondagi shu laboratoriyadan foydalanuvchilariga qidirishganini ko'rsatib beradi. Sizlardan shu narsani kutib qolardik. Ishladi. Masalan, bitta одиночка misolni ko'rsatib beraman. Shaykani belgilaganimizdan keyin ish o'zini birinchi o'rinda ko'rib olamiz. Qanaqa sal ustupi bormi yo'qmi? Uni ko'rib olganimizdan keyin ustupi bormi yo'qligini ko'rib olganimizdan keyin iloji boricha plavniy qilamiz. Shaykani belgilaganimizda keyin bitta dalini bosib podvedeniyaga kelamiz. Podvedeniyani ham to'g'ri qo'yib, mana seriya bo'lishi kerak. Keyin dalini bosamiz. Mana eng asosiy javob mana shu yerda hisoblanadi. Xo'p, semizazorlar haqida videoim bor. Kanalimizdan ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Keyin mana ko'pchilikni mana adgranity degan savol qiziqtiradi. Masalan, baxtlarni bu nima rol o'ynaydi? Mana semizazor bo'lsa, bu fiksatsiya joyi, ya'ni bu yerda уже zazor bo'lmaydi, ya'ni shaykangizga konkretniy fiksatsiya bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz. Muhammaddan bu yerda ishimiz o'tirishi qiyin bo'ladi. Shunga 09, 08 qilsak, ko'ryapsizmi? Imенно ustub joyimizga tushdi. Ishimiz ustub joyimizga tushdi. Ya'ni bemalol o'tiradi и сразу ustub joyimizda fiksatsiya bo'ladi. Keyingisi mana nastroykalar uchuv birlarda bular 02 bo'lib turadi. Savol bo'lishi mumkin ko'pchilikda, nega sizda 01, bizda 02 turadi deb. Rejeka uchuv birda nastroykalarda bu 02 bo'lib turadi mana. Bu narsa mana sizlar frez ishlatadigan bo'lsanglar, katta laboratoriya bo'lsa, frez ishlatadigan bo'lsanglar, agar frezinglar eskirgan bo'lsa, sheykalari ishingizni uchib ketishini xohlamasangiz, o'zi standart shunaqa nastroyka turishi kerak. Agar frezlaringiz yangi bo'lsa, mana buni biriga olib kelib qo'ysangiz bo'ladi. Ancha bunaqa kamayadi. Keyin undan keyin yana agar metal ish bo'ladigan bo'lsa, bu yerda umuman olib tashlab agar metal ish bo'ladigan bo'lsa, endi
2.4 Plavdiv'da yo'q, 3.1 rejekada bor, nastroykalarda nol qilish imkoniyati bor. Hammasini nol qilinganda mana bu tekst sheykaga keladigan bo'ladi. Buni qachon qo'ysak bo'ladi? Buni faqatgina o'sha ishimiz agar metal bo'ladigan bo'lsa, plastmassa bo'ladigan bo'lsa, vremenkalar bo'ladigan bo'lsa, u narsani o'yib, vremenkalarni o'yib chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina amalga oshirsak bo'ladi. Shunda ishlarimiz chunki baribir sirkondan farqi bor ularni qattimligida. O'shanga ular bo'li yaxshiroq chiqadi. O'shani nol qilib tashlaymiz. Agar sirkon bo'ladigan bo'lsa, o'zi standart 2 ga 2 turadi. 2 ga 2 turadi. Keyin buni o'zgartirsanglar bo'ladi. Mana bu narsa bilan olib tashlasanglar o'zi nol bo'lib qoladi. Mana. Rosa. Ham ozgincha qoldi. Rejekada shu prям nol bo'ladi. Prям nol bo'ladi. Shu narsa sheykalarni uchib ketayotganiga, mana shu sinishlarga juda ham katta rol o'ynaydi. Shu narsaga e'tibor beramiz. Ustupli ishlar bo'lsa, sal riskovat qilsak bo'ladi, ya'ni kamaytirib. Agar ustupsiz ish bo'ladigan bo'lsa, undan riskovat qilgandan ko'ra sal baquvvatroq qilganimiz yaxshi, chunki sheyka bizda asosiy qism hisoblanadi. Va shu asosiy rolni o'ynaydi. Keyin podnutrение degan narsa rol o'ynaydi. Bu yerda hozir bizda unaqa holat yo'q. Ya'ni sheykada ochilib qolgan shu har xil изменение bo'lgan, ya'ni parallelность изменениyalar bo'lsa, mana ne blokirovать bo'lsa, применить bo'lsa, bo'li ochilib qolgan joylarning hammasi sheykaga to'liq fiksatsiya qilib beradi, ya'ni sheykaga yopishtirib beradi. Ya'ni qanaqa o'g'illar bo'lishidan qat'iy nazar sheykaga plotni yopishadi. Bugungi qisqa videomiz shundan iborat edi. Yana keyingi videolarimizni kutib qolinglar. Kurslarimiz haqida agar ma'lumotlar olmoqchi bo'lsanglar, o'sha Telegram silka orqali bemalol aloqaga chiqib, yozishib, gaplashib olsanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Like, podpiskani esingizdan qoldirmanglar. Tanishinglar bo'lsa, laboratoriyada ishlaydigan tarqatib qo'ysanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.